Mayli. Antikorrupsiya deb nomladim bu she'rni. Marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Uyingda yemoqqa noning bo'lmasa, bir oy och qolmoqning ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolinsa, tiling zahar kabi dilni og'ritsa, qo'ling pora berib polalar olsa, o'qigan namozingni ne ma'nosi bor? Yolg'ondan on ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar, haqsizdan pul olib haqni haqli qilganlar, haj qilmoqning ne ma'nosi bor? Harom pullar bilan villa qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar, o'lganda Yosinning ne ma'nosi bor? E'tiboringiz uchun rahmat. Asrorbek, sizga ham rahmat. Bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur.